Nuriddin. Amerikada sabzi narxi nechi pul deb juda ko'p odam so'radi. Bizga ko'rsating, narxi nechi pul? Kelinglar. Amerikada mana shu sabzi narxi $3.44 sent. Mana Osiyoliklarki bor, kichkina $1.92 sent bemalol yesanglar bo'ladi. Mana sal kichikroqlari bor, 92 sent ekan. Bo'ldi, ana nechi kilo asosiysi? Bunisi $1.44 sent. Bilmadim. Mana yozilgan bo'ladi. Mana bo'lgan. 5 pound debdi, 2,5 kilo. 2,5 kilo. Yana nima narxini boshlaydi do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bemalol. Ukam Turkiyaga ketgan, hozir mototsiklini sotyapmiz, chunki hali beri qaytib kelmaydi. Hozir mana minib test qilib ko'rishyapti. Stoch olmayapti. Mana taytili, puliti, xullas, o'sha sotildi. Qarashib tushga solib olib ketishadi. Necha pul deb o'ylaysizlar? Bu 2017 Kawasaki Ninja 300. Men talab ketyapsam, o'zim kelolmayapman, chidabsammi, o'zim kelolmayapman, nima qilayman? Sog'inib ketyapman, men seni sog'inib chidabsammi? O'rasizki, bu hayotda men uchun qizig'i yo'q. Kommentga taxmininglarni yozinglar, endi hozir birgalikda qanchaligini sanaymiz. Ballon teshildi. Katta mix kerak. Hozir endi bu yerga keldim. Ko'ramiz, necha pulga alishtirib berishadi. Xullas, qani ketdik. It's called a Mastercraft. They're made by Cooper. So Cooper's. Xullas, hozir to'ralasi $866 ga tushyapti. Bugun zakaz qilib qo'yishar ekan, ertaga keladi. Maktab avtobusi. Mashina xullas ertaga soat 1 da alishtirib berishar ekan, $866 bo'lar ekan.